Istanbullik kelinda advokat Garib, Jasur va Go'zalda Tahsin Koruludagh singari bir-biriga umuman o'xshamagan obrazlarni yaratgan Tamer Levent teatr, kino va televideniye aktyori, rejissyor va dramaturg, teatr badiiy rahbari. Tamer Levent Istanbulda tug'ilgan. Onasi sudya, otasi esa dizayner edi. U Izmirdagi Turk kollejida o'qidi. 1971-yilda Anqara konservatoriyasining teatr bo'limini tamomladi. O'sha yerda tahsilni davom ettirib, 1977-yilda magistraturani tugatdi. Tamer davlat teatrida ko'p o'ynadi, postanovkalar qo'ydi. 1994-yilda esa badiiy rahbar bo'lib, teatrga rahbarlik qildi. 2003-yilda o'zining teatrini ochib, ijodiy drama sohasida drama va ta'limni rivojlantira boshladi. 1982-yilda Tamer Levent uylandi. Avval o'g'li, so'ng qizi tug'ildi. Teatrdagi ko'p yillik faoliyatidan so'ng Tamer 2006-yilda televideniyeda Gulpari serialida ilk rolini o'ynadi. Katta ekranda esa 2012-yildagina Tog'ning narigi tomoni filmida ko'rindi va shundan so'ng bir nechta kinokartinada suratga tushdi. 2014-yilda Tamer Germaniya, Fransiya va Turkiyaning hamkorlikdagi loyihasi Qishki uyquda o'ynadi. U bilan birga asosiy rollarni Melissa Sezen, Haluk Bilginer, Nejat Ishler ijro etdi. Kartina Cannes kinofestivalining Oltin palma shohi mukofotini qo'lga kiritdi. 2014-yilda Levent ishtirokida rejissyor Georgiy Avashvilining kartinasi Jo'xori oroli ekranga chiqdi. Drama Gruziya tomonidan Oskar mukofotiga nomzodlikka ko'rsatildi, ammo nomzodlikka yetib bormadi. Tamer Levent suvdagi baliq, yana muhabbat, kema halokati 1890, musofir, bundan buyon meni hijron deb ata, suv va otash, qalbingni menga ber kabi film va seriallarda ham suratga tushdi. Aktyor so'nggi yillarda menejerimga qo'ng'iroq qiling, Mariya va Mustafo, Shisha qafasdagi qiz, Qo'rg'on sirlari, Meni yashir va Mening yo'limda singari serial va filmlarda o'ynadi. 2022-yilda Tamer Levent o'zining Tamer Leventning daftar, yon daftari kitobini taqdim etdi. Kitob san'at va hayotning madaniy tomonlari haqidagi mulohazalardan iborat.